Juda ham ko'p muhokamaga sabab bo'lgan feromon haqida gaplashamiz. Духи с феромонами. Что это? Хотите узнать, какой парфюм с феромонами? Парфюмы с феромонами нет. Парфюм с феромонами. 30 лет я узнала, что феромонов не существует. 12 barmoqli ichagida 8 oy yana va hokazolar yegandek hazm bo'la olmasdan shu ichagini o'zida yig'ilib, buyuragimizdan tosh tushadi-yu. Bizda feromon degani ko'pchilik qanaqa tushunadi, aytaymi? Sepgan paytda reklamalarda ko'rib qolaman. 65 ming so'm, 55. Shuningla, unaqa summali narsa u sizga qilib beradi. Bo'lishi mumkin, sintetika bo'lishi mumkin. Nima sepgansiz deb aytdi. Faraz qilaylik, so'rash oson narsa emas bu bir. Endi bitta dona odam so'radimi? Men tushunavuraylik, kamida 10 ta odam miyasidan o'tdi. Kak mix qilib berdim. Umuman boshqa narsa bo'ldi. Qo'pol qilganda sizga duh beradi. Sizga yarashadigan narsa qilib beradi. Feromon deganda faqat noto'g'ri narsani o'ylamaylik. Bizda umuman noto'g'ri talqin qilib tashlashgan, ya'ni aytib bo'lmaydigan narsa bo'ladi. Bugungi video obzorimizda juda ham ko'plab muhokamaga sabab bo'lgan, o'zi qo'l urmaganman bu yo'nalishga. Endi qo'l urishimizga eng katta sabab O'zbekiston bozori, ya'ni Renikda, dunyo bozorida ham. Endi o'zbek tilida bunaqa obzor juda kam bo'lgan. Bunaqa xudo xolisi yirik masshtabda qilib berilgan, menimcha yo'q deb bilaman. Ma'lum miqdorda ko'rsatilgan, u reklamalar orqali sizni boshqacha tasavvur uyg'otib yuborgan, ya'ni juda ham ko'p muhokamaga sabab bo'lgan feromon haqida gaplashamiz. Духи с феромонами. Что это? Хотите узнать, какой парфюм с феромонами? Парфюмы с феромонами нет. Парфюм с феромонами. 30 лет я узнала, что феромонов не существует. Feromon o'zi nima? Qachon paydo bo'lgan? Nimalarda ishlatiladi? Rostdan shu narsa bormi, yo'qmi? Shu to'g'risida gaplashamiz. İlk feromon 1959-yil Martin Lusher bilan Peter Carlson tomonidan asos solingan, u ipak qurtlarida tadqiqot o'tkazishgan Bambi Shoal deb nomlangan. U urg'ochi ipak qurtini chaqirish maqsadida foydalangan. Feromon yo'nalishi o'zi 4 xil yo'nalishga bo'linadi. Hozir birin-ketin sanab o'tamiz. Birinchisi jismoniy deb nomlangan feromon imonni insoniyat uchun qilingan, ya'ni qarama-qarshi jins uchun chiqarilgan. Ikkinchisi bo'lsa ogohlantiruvchi feromon, o'z nomi bilan aytib turibdi. Xavf-xatarni oldindan hissiyot, ya'ni odam ichki hissiyoti bo'ladi, shu ogohlantiradigan hissiyot hisoblanadi. Uchinchisi bo'lsa ijtimoiy feromonlar. Bu faraz qilaylik, chumolilar bo'ladi-yu, imonni shu qaysidir joyga borib o'sha narsani olib qaytadi. Imonni hayvonot, hasharot va hokazo o'shaga kiradi. To'rtinchisi onalik feromoni. Bu ilk tug'ilgan chaqaloqni faraz qilaylik, onasi bilan birinchi dunyoga kelgan paytda yuzlashtirib, ya'ni terisiga qo'ygan paytda jim bo'lib qoladi. Yig'lab turgan chaqaloq shunda qorni qismiga qo'yishi bilan bola o'sha tinchlanadi. Xullas, feromonlar juda ham men videolarni kuzatdim. Umuman har xil insonlar juda ko'p kuniga duch kelamiz bu yo'nalish bo'yicha. Menga feromon parfyum tavsiya qiling, feromon atir bering. O'zi men sizlarga maksimalniy harakat qilaman, jaydar tilda tushuntiraman. Ya'ni shuncha ish davomimizda, hayotimizda, ya'ni mijozlarda o'tiflardan yig'ib va hokazo o'zimni bilimlarim kelib chiqib, yana o'qib ham chiqdim. Ko'z tegmasin, o'shani eng sara joylarni yig'ishga harakat qildim. Bir ikkita joylarda ko'rdim, feromon ko'kkitdan olinadi deyapti. Eng qizig'i ko'kkitdan emas, kashalotdan olinar ekan. 12 barmoqli ichagida qanaqadir cho'kindi bo'ladi. Ya'ni 8 oy yana va hokazolar yeganda kalla qismidagi hazm bo'la olmasdan shu ichagini o'zida yig'ilib, tosh sima, xuddi bizning buyuragimizdan tosh tushadi-yu, odamlar ichidan tosh olishadi, xuddi shunga o'xshagan toshga o'xshab yig'ilar ekan. Uni o'zi aslida insoniyat kashalot tashqariga chiqib qoladi-yu, qanaqadir tabiiy yo'l bilan orollarga chiqib qolgan paytda yoki umuman qazosi yetib umuman o'lgan paytda olinar ekan. O'zi ovlanish haqiqatan taqiqlanadi. Lekin parfyumlarga ham qo'shiladimi degan savol berishadi bizga. Parfyumlarga meni o'zim shaxsiy fikrim, keyin o'rganib chiqadim, ma'lum miqdorda qo'shilar ekan, mirovoy уровеньli parfyumlarga. Unda ingrediyentlarni, ya'ni notalar, top notalar, verniy nota, shu birinchi notasi, o'rta nota, oxirgi bazaviy notasi deymiz. Unda to'g'ridan to'g'ri feromon deb aytilmaydi. Misol uchun imonni kashalotni ichida olinadigan moddaning nomi ambergris deb nomlanadi. Ambergris deb yoziladi, super ios deb yoziladi, keyin muskus, ya'ni musk deb bilinadigan moddalar bor. Ko'pchilik xabari bor, ya'ni men yozaman o'zi, notalarni yozayotgan paytda o'sha moddalardan ham siz bilib olsangiz bo'ladi, ichida qisman borligini. Bizda feromon degani ko'pchilik qanaqa tushunadi, aytaymi? Sepgan paytda hamma meni orqamdan yuradi yoki ko'pchilik meni oldimdan girdi kapalak bo'lib qoladi. Umuman boshqacha reaksiya bildiriladi. Yo'q. O'zi 100% toza feromon o'zi aslida sotuvga menimcha chiqmagan deb bilaman, lekin borligi ham keltirilmaydi. Misol uchun men hozir ko'p narsalarni o'qidim. Misol uchun mana bu narsa 100% feromon. O'sha aytganingizdek shu narsani qilib beradi degan narsa men ko'rmaganman.
hozir misol uchun dunyo bozorini qaraydigan bo'lsa ham kuzatinglar, mana shu parfyum 100% toza feromon degan men o'zim ko'rmadim, sinagan odamni ham eshitmadim. Juda ham ilmiy jihatdan sinovli bahs hisoblanar ekan. Qisman qo'shiladi o'z aslida, qanaqa ma'noda shu aytganda xuddi kiyim kiyganingizda yarashibdi deydi, atir sepganingizda sizga mabodo tushsa, haqiqatan bunday qidirib qoladi odamlar. Kimdir o'tib ketgandan keyin yaxshigina hidi deymiz-ku. O'sha narsa o'z aslida feromon hisoblanadi. Feromonga sizga tegishli bo'lgan terizdagi hid bilan, ya'ni parfyum chiqsa, haqiqiy feromon, ya'ni shu aytganimdek kiyimlar bilan, obrazlar bilan, soat va hokazo soch turmagiga umuman obraz hamma narsa idealniy bo'lsa, shu aytgandek umuman boshqa narsa bo'ladi. Bizda shu aytganda feromonni sal noto'g'ri talqin qilishadi. Sepganimdan keyin o'zi aslida qo'pol ketganda o'ziga qaramaydi, chiroyli misol uchun yuvinib, taranib, yaxshi kiyim kiyib olsa, misol uchun yaxshi kiyim degani qimmatbaho kiyim bo'lishi shart emas. O'ziga yarashadigan kiyim kiysin, misol foydalansin yaxshi atirdan, agar sizga tushsa, shu ishni qilib beradi. Ya'ni, yarashibdi, yaxshi hid kelyapti deydi. Shu narsa o'zi aslida feromon. Xo'p, keyin marketingda juda katta hiylalar bor. Sotuvni ya'ni oshirish uchun qisman ma'noda feromon bo'lmagan narsani ham feromon deb sotiladi. Ya'ni, misol uchun men reklamalarda ko'rib qolaman. 65 ming so'm, 55 ming so'm va hokazo ketaveradi, summalar yoziladi. Feromon keyin boshqacha tatbiq qilishadi. O'zi aslida u narsa bo'lmaydi, qiyin narsa. Tushuninglar, unaqa summali narsa u sizga qilib beradi. Bo'lishi mumkin, sintetika bo'lishi mumkin. Именно shu burun kletkalariga qanaqadir ma'noda borishi mumkin, lekin siz o'ylagan narsani qilib bermaydi. Keyin aytilyapti, o'zi aslida to'g'ri narsa, feromon sizni xarakteringizni o'zgartirmaydi. To'g'ri, sizdan kelayotgan ifor zo'r bo'lishi mumkin, deb qarashi mumkin. Siz agar inju xarakter bo'lsa, qo'pol muomalada qilsangiz, hokazo bo'lsa, hammasi mix bo'lmaydi. Qanaqadir ma'lum bir vaqtda sizga qanaqadir ta'sir qilishi mumkin, bundoq qarab qo'yishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, lekin hamma narsa bo'lmaydi. Shu aytganimdek, hamma narsa bir-biriga zanjir. Feromonlar hayvonlardan ham olinadi. Ko'pchilik bilganda shu kiyiklardan olinadi. Eng mashhur bo'lgan muskus, ya'ni shu daraxtga ishqalangan paytda shu suyulib qoladi, ya'ni qarama-qarshi jins chaqirish uchun qo'llanadigan narsa undan olinadi. Ko'p narsalardan olinadi. Bundoq qarasa ketaveradi-da. Yani shu orasida aytgan mashhur 3 ta narsani aytdim. Ambroxan, Super EOS molekularida ishlatilgan, juda ham ko'p kolleksiyada ishlatiladi. Men misol qilib keltiraman sizlarga. Xo'p, bilsanglar, где-то bir 2010-2008-yil, umuman 2000-yildan uyog'ini qaraydigan bo'lsa, parfyumlarni foydalangan paytimda juda ham ko'p o'tziv olardim deydi. Esla olasizlar, oq ukalar, opa-singillarimiz esla olishadi. Men misol uchun Diorlarni yoki Chanellarni ishlatganimda hamma so'raydi. O'zi aslida qo'shilgan. Realni bo'lgan, mana misol uchun Blue de Chanel bo'lgan. Dior Sauvage bo'lgan. O'sha Ambroxan, o'sha именно kokit bilan именно kashalotni ichidagi shu Ambroxan degan moddamiz bo'lgan. Aslida Blue'ni ishlatgan auditoriya, Sauvage ham ishlatgan auditoriya sirasi aytasiz. Esingizda juda ko'p klientlardan eshitardim. Oka Blue'ni ishlatardim. Nerealni odam ko'p so'raydi dedi, esla olishlar. Separdim. Hamma qo'ni-qo'shni ham, oshna-og'aynim ham juda ko'p inson so'raydi. Bo'lgan, rostdan bo'lgan u narsa. Endi yillar davomida, qaranglar, yillar davomida o'sha hammaning miyasi fiksirit qilib bo'ldi. U narsani endi ma'lum miqdorda qo'shdida, u narsa hayron qoldiradigan darajada emas endi o'sha. Sababi hamma narsa rivojlangan sari bu narsa ham rivojlanib boryapti. Kombinatsiyalar umuman boshqa narsa bo'lib ketyapti. Haligacha ham bor, lekin katta effekt bermaydi. To'g'ri, bor, lekin katta effekt bermaydi. Shuni hisobga olasizlar. Eng mashhurlaridan esladingizlar, molekulani 0.2si. Esingizlar ham bu 0.2, 0.20 yozuvligi bo'ladi. Birinchi chiqqani. O'sha lineykada eng mashhur Super EOS deb nomlangan narsa bo'lgan. Men har doim mijozlarga molekulani tavsiya berayotgan paytimda aytardim, blotterga sepish mumkin emas. Sababi bu teriga sepiladigan narsa degan. Imенно maxsus teriga sepiladi. Ko'pchilik eshitgan, sinab ko'rgan ham, terida sizga imенно siz o'zingizni hidingiz bilan birga boshqa narsa bo'ladi. Men shunaqa tushuntirardim mijozlarga. Men o'zim ish davomimda tajribamdan kelib chiqib aytaman. Bilasizlarmi dedim. Chaqaloqlar imенно yangi tug'ilgan bolani hidlasangiz, umuman boshqacha hid keladi, eslayman. Yillar o'tib, bola katta bo'lgan sari u hid yo'qolib boradi. Odamlarda umuman boshqa narsa bo'lib qoladi. Atir, ya'ni umuman shunga o'xshash moddali parfyumlardan sepganingizdan keyin sizga tegishli bo'lgan hidni chiqarib beradi.
Men shunaqa reaksiyalar eshitardim. Mana shu molekulani sepgan odamni o'sha uzoqdan kelayotganini sezardim dedi. Molekulada o'zi aslida hid bo'lmaydi. Aslida bo'lmaydi. Shu super ios degan narsa burunni kelayotganidek maxsus anaqalariga signal boradi. Ya'ni signal boradi degani umuman boshqa tema bo'lib ketmaydi. Umuman hayron qoldiradi-da. Ya'ni shu odamni qidirishga boshlaydi. Bundan qarab turib, "O'h, shundan kelyaptimi shu hid" deydi. Keyin insoniyat nima xohlaydi? Mendan ham shunaqa ifor kelsa, mendan ham shunaqa yarashib turadigan hid kelsin, juda ko'p odam so'raydi. Yana qaytarib aytaman, u parfyumim bittada mana mana deb bo'lmaydi. Misol uchun, aytayotgan kolleksiyalarimiz yoki umuman ichida Ambroxan, Super Eos, yana boshqa muskus yo'nalishi bo'lgan parfyumlarni olib foydalaninglar. Agar siz shu yo'nalish xohlayotgan bo'lsangiz, foydalaninglar. Birinchi bo'lib oila davrasi, oshna-og'ayni, ishxona, kollektiv, sekin-sekin keyinchalik ko'chada. Qaranglar. Sepdinglar, birinchi bo'lib oilangizdan kimdir siraz gapirib qoldi. Bolam yoki uka yoki aka yaxshi tushibdi, mamatar sanga yaxshi ekan deydi. Birinchisi, faraz qiling. Keyin ko'chada ketayotganingizda beixtiyor kimdir to'xtatib turib, uka yoki aka yoki opa-singil nima sepgansiz deb aytdi. Faraz qilaylik, so'rash oson narsa emas, bu bir. Endi bitta dona odam so'radimi, endi tushunavering, kamida 10 ta odam miyasidan o'tgan. Bu sizlarga demak tushgan bo'ladi, ya'ni sizga yarashgan bo'ladi. Siz keyin unga qanaqa bo'ladi emotsiya, siz bu parfyumni umuman boshqa narsa bo'lib ketib qoladi. Mana shuni sevib qolasiz-da. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, hamma joyga sevib qolasiz. Yaxshi bir tomon, lekin ko'p foydalanishdan tavsiya qilinmaydi. Sababi sevib o'rganingizdan keyin qanaqadir ma'noda bu ham charchiydi. Ya'ni yoniga boshqa lineyka ras shunaqa yo'nalish xohlayapsizmi? Blue va hokazo shuni ichida qo'shilgan, men keyinchalik yana tushuntiraman, xudo xolos video davomida shunani aytib boraman. Shunaqa yo'nalishlardan foydalaning, sababi teri zerikib qolmasin. Xo'p, undan keyin molekulani bu yangi avlodlari chiqdi. Men o'zimni ham ko'p sinadim. Haqiqatan qanaqadir men sepib bordim bitta joyda, men birinchi chiqqan payt edi. Adashmasam 2020-2023-yilda dedi. Sepdim, bitta joyga bordim. O'tda endi o'sha to'la odam qo'pol ketgan. Hamma joy bo'lyapti. Qanaqa qilib turib odam so'rayapti. Shu iminda o'tirgan kassada o'tirgan odamni. "Oka, sizdan shu hid kelyaptimi?" dedi. Men esimda umuman yo'q edi. Molekulaga bitta dalil faktda bu qaysi edi? Men ginger. Molekula ginger sepgan edim. Mashina shunaqa reaksiya olganman. Lekin siz simfoniyani hidlari bo'ladi-yu, irisvi, pionivi, xullas shunaqa yo'nalishlar opa-singillarimiz, okugalarimiz yoqtiradimi? Molekulani irisini foydalaning. Bu ham xuddi shunaqa yo'nalish qilib beradi. Agar siz bu kolleksiyaga qanaqadir maxsus o'zingiz yaxshi ko'rgan atirlarni mix qilib foydalansangiz, umuman boshqa narsa bo'ladi. Umuman boshqa ish qilib beradi. Hozir sizlarga videoda ko'rsatgan ma'lum bir kolleksiyalar, ya'ni dunyo tomonidan tan olingan, ya'ni ko'rsatib o'tilgan kolleksiyalarni tavsiya qilyapmiz. Xudo xolis nasib qilsa, men iminni alohida yana obzor qilayotgan paytda shu nomlarni aytib Ambroxan, Super Eos sekin aytib o'taman. Shu payt o'zingizlar tushunib olasizlar. Xudo xolasa qaranglar. Undan keyin nima bo'ldi? Le Labo brendidan Enazar 13. Bu ham men to'g'risi tekshirib chiqmagan edim. Mana shu anaqani feromonni o'rganayotgan paytimda ko'plab narsalarni o'qib chiqqan paytimda buni ham keltirilgan. Men aytardim-da, molekula 0 ga ishlatgan odamga ikkilanmasdan mana shuni tavsiya qilardim. Siz mana shuni ishlating derdim. Lekin men o'zim sepgan paytimda shunaqa reaksiya olganman, o'zimga ham yoqqandi. Uxlayotibmi, shunaqa uryapti, o'zim gum kelyapti-da. Nima sepuvdim deyman o'shanda-da. Bu где-то bir 2-3 yillik gapda. Dedim, Enazar bu dedim. Keyin Enazar 2-3 ta klientlarga test tariqasida berdim. Ulardan shu reaksiya oldim, kombinatsiya qildik, mix qildik. O'zining yoqadigan atirlari bilan gaplashib, xudo xolos suhbatlashib, nimalar ishlatganiga qarab turib, men mix qilib berdim. Umuman boshqa narsa bo'ldi. Xullas, buning ichida ham bor Ambroxan. O'zingiz uchun ma'lumot. Keyin bitta lineyka bor edi, qirolicha, ya'ni qirollik oilasi. Girlen oilasini ko'pchilik biladi. Kosmetika yo'nalishida nomer 1 hisoblanadi. Tabiiyligi bo'yicha asalari sutidan foydalanadi. Imini yo'nalishi tabiiyligi juda katta urg'u bergan. O'shaning ichida qanaqadir qirollik, ya'ni umuman duh beradigan kolleksiyasi bor-da. Shalimar shu ham bor ekan. Men o'zim ko'rib tanishib chiqdim. Shalimar lineykasi mana qop bunaqasi bo'lib qolibdi mana. Tak mana Shalimar. Bu parfyumda ham bor ekan, imini super ionasi, shu Ambroxan ma'lum miqdorda qo'shilgan ekan. Men baribir parfyumerimizda hidini hidlagan paytimda men umuman qanaqadir tushuntirib bo'lmagan nota bor-da. Nima edi bu dedim. O'sha narsani taxminan o'sha o'rganganimizdan keyin, bo'ldi, mana shu narsa ekan dedim. Xullas, buni ham sinab ko'rsa bo'ladi.
Girlenni men neroli outnoirda ko'rsatgan esinglardan bundan kuchli yo'nalish qimmatroq ekanligisi, lekin buni ichida ham bor. Narxi qimmat emas, lekin ishlatib ko'rishga arziydi. Siz ko'proq kechki tadbirlar, umuman qanaqa yig'ilishlaringiz bor, ayol kishiga bu ayol kishining parfyumi foydalaning. Qo'pol qilganda sizga duh beradi. Sizga yarashadigan narsa qilib beradi, xudo xolasa, ishlatib ko'rish kerak. Bu yog'iga nasib qilsa videolar davomida men ketma-ketlikda ko'rsatib, tushuntirib boraman. Xullas, men aytganimdek, mana shu mashhur parfyumlarda bo'lgan, faqat mana misol uchun mana kolleksiyalar yillar o'tishi bilan buni ichida ingrediyentlarni o'zi hamma joyda sezganimiz uchun bizni o'zi hayron qoldira olmaymiz. Lekin paytida bu parfyum hammada bo'lmagan, ishlatgan aka-ukalarimiz biladi. Hamma so'ragan, absolutno deyishgan. Oddiy Bulgariya akvalarni ham so'rashi, akaji. Endi bu nerealni ish qilib bergan. Eng katta sabab o'sha narsa bo'lgan ekan. O'sha endi sekin-sekin ochiqlanyapti bu ma'lumotlarni o'qib chiqyapmiz. Endi bu yog'iga juda zo'r kolleksiyalar bor. Men ko'rib o'rganib ham chiqdim. Ancha-muncha narsani nasib qilsa sizlarga video davomida o'rgatib ketaman. Xudo xolasa tushuntirib ham. Lekin o'sha aytganimdek faqat bitta narsani so'rab qolaman. Feromon deganda faqat noto'g'ri narsani o'ylamaylik. Bizda umuman noto'g'ri talqin qilib tashashgan. Ya'ni o'sha aytgandek aytib bo'lmagan narsa bo'ladi. O'sha narsaga targ'ib qilishib borishadi. Yo'q. Aslida feromon o'zida bu sizsiz. Bir xil to'g'ridan-to'g'ri feromon bormi desam, men aytardim, endi qo'polroq tushuntirardim. Endi yetib borsin, tushunsin degan maqsadda o'zingizga ishonmaysizmi derdim-da. Siz aslida o'zingizga ishoning bo'ldi. Yaxshi, chiroyli kiyim kiying, misol uchun обязательно qimmat brend bo'lish shart emas. Umuman-da joydari haqiqiy yaxshi kiyining, sochdan taraf, yaxshi cho'milib chiqibdi, xushbo'ylaning. Ishoning, aslida siz feromonsiz. Sizga yarashibdi deydi Xudo xolasa. Nasib qilsa, qanaqa yana yo'nalishda video obzor qilaylik. Ko'rib chiqdim, o'rganib chiqdim, TikTokda, YouTube'da, xullas Instagramda kommentlarni ko'p o'qiyman, baribir eng ko'p qiynalayotgan savollarga harakat qilyapman. Mana yaqinda ko'rdinglar. Tualetniy va parfyumni tushuntirdik, Blue de Chanel farqlarini tushuntirdik. Endi feromonga ko'rdim, bunaqa o'zbek tilida, jaydar xalq tili deydi. O'sha tilda ommaga hali ko'pchilik tushuntirmagan ekan, harakat qildim. Noto'g'ri yo'l bo'lib ketib qolmasin, noto'g'ri narsa bo'lib ketib qolmasin, harakat qildim. Sizlarga detalni tushuntirishga harakat qildim. Xudo xolasa, endi sizlardan like bosamiz. Izohlarda обязательно fikringlarni kutaman. Sizlarning izohinglar men uchun baribir emotsiya beradi. Sizlarning fikringlar o'zi aslida biz uchun muhim. Nimani xohlayapsizlar, qanaqa yo'nalishi bo'lsin, yana qanaqadir o'zingizlar ichida qiziqtirgan savollar bo'lishi mumkin. Kutib qolamiz.